Hurmatli hamqishloqlar, hamma Abdurahmon akamnikiga srochniy majlis bor ekan. Hurmatli hamqishloqlar, mana bugun majlis qilishga shu qaror qildik. Abdurahmon jonim akam mana. Tadbirkorimiz. Xonadonlardan mana joy qilib mana oraliq masofasini chiroyli qilib qo'yibdilar. Yana bitta narsa. Televizorlarda mana chiroyli gaplar bo'lyapti. Karantin yengillashtirildi. Mana endi dalalarga chiqib ishlasak bo'ladi. Faqat karantin yengillashtirdi degani tugadi degani emas. Ha? Tushundinglarmi? Oraliq masofalarni saqlagan holda 2 metr oraliqda dalaga chiqib ishlayotganingizda ham sanitariya qoidalariga rioya qilib, maska taqilgan bo'lsin. Qo'linglarni har 15 minutda ariqda bo'lsa ham sovunlab yuvinglar. Yana bir narsa. Nima qilib o'tiribsizlar? Dalaga kim chiqadi dalaga? Kim chiqadi? Vohma qilmang rais buva, vohma qilmang. Tushundingizmi? Ko'zingizdan ko'rinib turibdi vohma qilayotganingiz. Voy eplamaganlar. Sanlar eplab dalaga chiqlaring, tushundilaringmi? Vohma qilmang faqat. Uchinchilaring qani? O'chir ovozingni, o'chir. Bu Abdurahmon jonim akam o'tiribdilar mana hamma narsani qilib qo'yib. Thank you. Tursa turadi menga nima vohma qilmalaring faqat. Vohma qilma, tushundilaringmi? Vohma qilma. Ko'ka. Ha, Serikboy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men suygan qizim bor edi. Son qo'ldan ushlab jursam bo'ladimi? Karantin deyilyapti. Ha? Nima ish qilasan? Men fermerman qo'y. Ha, bo'ldi. Mana qara. Ketmonda ishlaysanmi? Mana. O'sha ketmoningning uchini sen o'sha bu yoq tomonni sevishgan qizing ushasin. Shuni aytish shartmidi? O'tiring. Ne deysin endi? Bir jag'idan sen ustaysan, bir jag'idan men ustayman. Juraveramiz ikkovimiz. Hamma meni gapimni tushungan bo'lsa, endi dalaga. Do'stlar bizni eplab gigiyena qoidalariga rioya qilgan holda mehnatdami? Qalisizlar o'zinglar, qora ko'zinglar. Eplab ketdi umid. Zerda asalim mani. Zerda shakarim mani. Zerda opog'im mani. Zerda nichkam mani. Dutan xoyi shakar tili zaboni asal. Duxtari xushro'y ayladimazsam ey jon eshman bedu darbadar. Devonaman parvonaman duxtarchani ishqidaman sarsonaman Hurmatli hamqishloqlar, mana karantin qoidalariga amal qilganinglar uchun, undan tashqari sanitariya qonun qoidalariga rioya qilganinglar uchun Abdurahmon jo'lakadan sizlarga surpriz. Marhamat. Вообще молодец, karantinga rioya qilgan
молодец. Вообще молодец. Abdurahmon akamga вообще молодец. Abdurahmon akamga вообще молодец. Вообще молодец. Bo'lib, etsa-etmasam odam sharmini qilishga ashulani toba qildim. Rais. Shani ovozi qalay? Ha. Вообще kalla qo'yibdi-yu bu. Qo'yib olib kelibsizmi deyman men daladagilarga. Akaxonlarim zo'rda. Zerda 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 salim mani. Zerda 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 shakarim mani. Zerda 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 opog'im mani. Zerda 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 unichkam mani. Hay. Jam bunchalik vohma qilmanglar, ha? Hop. Vohma qilsanglar ham 2 metrdan qilinglar, rostda yana Bo'ldi, bo'lsa. hop. Men seni sevaman. Bo'lmayapti-yu bu. Karantindan keyin ko'rishamiz.